Shunda biri. gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqalar qilib qo'yilgan. Ya'ni chiroqlar ham yonib turadi, kechqurunga ega bo'ladigan bo'lsa. Mana 180 ming. Monitorlar ham bor uning ichida. Chunki offroadga chiqaman deganlar uchun ham bemalol bu mashina yo'l tanlamas mashinalardan bittasi. Xo'p aka, bu bilan M3 bilan aka hozirda o'zingizni aynan ko'zlarimizda aka даже Rossiyada chanqish qilishyapti aka. Hozir adashmasam kirayotgandan ko'rganimizda bir odam 20 ta oldim degandek bo'ldi. Shunday. M3ni furgon varianti, ya'ni tashiydigan. O'sha oldingiga nisbatan hozir 20 million atrofida, demak narx tushgan. To'nga 60 million, 70 million atrofida arzonlagan. Buni mordasi vahshiy boshqacha-ku. 25 milliongacha narxi arzonlashtirilgan. Qol deyishadimi, pol deyishadimi, yoki polni bad benzin deyishadimi? Kech bo'lishiga, sovuq bo'lishiga qaramasdan Razaboy akamdan batafsil hamma ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Razaboy aka qanaqasiz? Sizimiz charchamasdan. Rahmat Allohga shukr. Hozirgi kunda ko'pchilikda xususiy bog'chalar, xususiy maktablar va turizmlar, undan tashqari yo'nalish bo'yicha ham yuraman deganlar uchun, liniyadagi, ya'ni yo'nalish uchun bu yuraman deganlar uchun ham jak bu o'rindig'imizda Xo'p, bu aka jassanay bo'ladi. En alt mestali bo'ladi hozirgi kunda. Xo'p, passajir soni shofirlardan tashqari 15 ta bo'ladi, shofirlar 16 ta bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda buni motordan boshlaymiz. Motordan boshlaymiz. Turli motor bo'ladi, atmosferniy 180 torqchi bor. Bemalol propametdan 100 soat tushadi. Xohlasalar o'zimizdan gaz qo'yib beramiz, garantiyasi. Xo'p, qani o'zi kafolat qanaqa buni? Kafolat aka 3 yil bo'ladi. Kilometrgacha 100 ming yoki 3 yilga. Shunday. Endi qarang, shunda o'zingizlardan propan yoki metan qo'yiladigan bo'lsa, kafolat qanaqa? Garantiyasi ichida qoladi. Tashqari o'rnatsalar, garantiya chiqadi. Demak, o'zligidan o'rnatadigan bo'lsanglar, kafolat saqlanib qoladi. 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha bo'lgan kafolat saqlanib qoladi. Shunday. Xo'p, faralar ham mana o'zi zavodskoy shunaqa, ya'ni hozirgi kunda ani ko'k yonadigan shunaqa faralar hammasi bor. LED faralar o'rnatilgan. Tiyda ham tumankalar ham bor. Tumankalargacha bor. Emblemasi o'zi bor aka. Yo'nqish sez bo'ladi. Xo'p, uzunligi aka 590 bo'ladi. 590 bor. 590 bo'ladi. Balandligi bo'lsa salkam 3 metr bo'ladi aka. Xo'p, eni bo'lsa 260 shunaqa atrofda bo'ladi. Xo'p, qo'sh balon bo'lyapti orqasi. Qo'sh balon bo'lyapti. Qo'sh balon resor bo'ladi orqasi. Orqa resor, oldin podvesa bo'ladi. Oldin podvesa bo'ladi. Keyin bu yerda bu balandroq chiqaman deganlar uchun, xo'p, eshikni ochishdan payt litsenziya bo'ladi aka. Yosh katta onaxon, otaxonlar uchun qulay. Qani endi biri. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqalar qilib qo'yilgan. Ya'ni chiroqlar ham yonib turadi, kechqurunga ega bo'ladigan bo'lsa. Shunday aka. Xo'p, shunda ichkarini ko'rsatamiz. Va qulayliklari bu yoqda ham, ichkarida ham chiroqlar bor ekan. Siz hozir chiqqanda shunda bemalol tikka turibsiz hozir bu mashinada? Mana o'zimni buyum 55, geta bir 3 metrli odam ham. Mana 180 ming. Monitorlar ham bor uning ichida. Xo'p, monitor bo'ladi. Shofir haydovchilarimiz uchun aka. Passajirlar uchun, ya'ni yo'lovchilar uchun bemalol bu yerda, ya'ni YouTube'mi nimadir bo'ladigan bo'lsa, qo'yib qo'yiladi, bemalol tomosha qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari aka, har bitta o'rindiqning tepasida o'zining konditsioner bor aka. Isitish sovutish tizimlari uchun. Bu faqat telefon zaryadkasi uchun aka. USB yo'llari ham bor. Bu tomonda, u tomonda ham bor aka. Ikki tomonda passajirlar uchun chiqarilgan va hamda Novodoga bu shtorkalar, pardalar ham qilingan. Yo'llarda chiqqan paytlari shtorka pardalar bor. Zavodskoy o'zida bor. Va bu o'sha hamma bilgan bolg'acha bu. Ehtiyot qismida avariyniga qo'yilgan. Har bitta o'rindiqning yonida ikkitadan telefonlar uchun chiqarilgan zaryadka uchun, ya'ni bemalol qo'yib ketsa bo'ladi. Bo'yi balandligi, kengligi va orqada ham bemalol ekan. Xo'p, yurishga ham, o'tirishga ham har tomonlama qulay, mana silmasdan ketiladi aka. Qo'l qo'yish shu mana alohida. Bunda ko'tariladi, chiqadi, tushadi. Vobshe hozirgi paytda yo'lovchilar ham liniyada yuradigan bo'ladigan bo'lsa ham komfortli yurishar ekan. Nima qilib, shunday, xudo xolasi shunday. Va shoferimizga ham bemalol komfortli hamma narsa o'rnatilgan. Konditsioner bor, gidrolik rul aka, monitor Android bor aka. Konditsioner sovutadi, isitadi. Xo'p, storisi aka 6 pog'onali, yon ko'rsatsangiz bo'ladi. Va shoferdan tashqari passajir aka ikkita chiqadi. Oldida 3 kishi o'tirsa bo'ladi. Ya'ni shofyordan tashqari, haydovchidan tashqari, ya'ni ikkita odam yo'lovchi o'tirsa bo'ladi. Klimat kontrollagacha bo'lyapti-da shunda hozir bunda. ABS, EBD hamma narsasi bor. Klimat kontrollagacha bo'lyapti, bemalol bo'lyapti. Xo'p, va undan tashqari aka, video registrator ham bor aka. Orqadan ko'rsatadi bemalol. Va o'zidan yana video registrator zaps ham qilib ketaveradi, to'g'ridan-to'g'ri. Mana ko'rib turganingizdek, bu ham pulli narsa o'rnatib qo'yilgan ekan. Zavodskoy o'zidan chiqyapti shunda shu narsa. Oyna oldiniki elektropривод bo'lyapti. Shunda
Bu qo'yilma, pulti ham bormi buni? Bunda aka ikkita pult bo'ladi, bitta pochchasi bo'ladi aka. Voy, pulti ham bor ekan. Men kaltlar bundan chiqib pultlarga qo'yil ekan. Zamonaviy deydi-yu. Hozirgi zamonda moslashgan. Zamonaviy. Qara endi buni narxlar qanaqa bo'lyapti? Xo'p, aka narx-navosi oldingidan ko'ra 20 milliondan 5 milliongacha narxda tushgan aka. Xo'p, narxi 403 million 200 ming so'm bo'lgan. 403 million 200 ming so'm. 3 yil yoki 100 minggacha garantiyasi, ya'ni kafolati bor. Yopildi, kirib ketdi mana. Servis xizmatlar qanaqa? Servis xizmati unitda viloyat bo'yicha zakat do'konlarimiz bor. Unda xavotir olmasam bo'ladi. Servisdan aka, hozircha muammolar yo'q. Xudo xolasa bundan keyin muammo bo'lmaydi. Ehtiyot qismdan muammo yo'q. Ya'ni hozirgi paytda ko'pchilikda aytishadiki, olib bordim, men o'sha yerda qolib ketdi, bir oydan beri yotibdi. Unitda viloyatda aka zakat do'konlarimiz bor. Undan xavotir olmasam. Ehtiyot qism do'konlargacha bor, bemalol bo'lyapti. Hop, narxini aytdik, buni qulayliklarini aytdik. Biz hozir qarang, biz turgan joyimizda hozir to'g'ridan to'g'ri bu primo aka sklad bo'ladi. Jar zavodining sklad bo'ladi aka. Bu yerda jar sanare bo'ladi, bu yerda M3, M4lar bo'ladi. Video davomida bularni ham aytib o'tamiz. Hop, bu 16 o'rindiqli bo'lyapti. 16 o'rindiqli shofirlar. 16 o'rindiqli bo'lyapti. Endi kimdirga mana kichkinaroq keladigan bo'lsa, unaqalar ham bormi? Bor, aka, bor. Shunaqalardan bo'ladigan bo'lsa, hop. Hozir aka, boya Sivaganis 9 talar bormi deb aka. M3larda 9 kishi bo'ladi. Hop, 8 ta yo'lovchi bo'ladi va plus bitta shofer bo'ladi aka. Demak, 8 ta yo'lovchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol B kategoriya bilan ham boshqasi bo'ladi bu mashina. Unda kategoriya bo'ladi, B betsi bilan haydasa bo'ladi. Ya'ni kim hozirgi aytganimizdek, kimgadir xususiy bog'cha, maktablar, turizmga bo'ladigan bo'lsa ham bemalol bu mashina olsa bo'ladi. Komfort sifatdan ham, jihatdan ham komfortlari hamma narsasi bor. Ya'ni oldi tomonni o'zida Android monitor bo'lyapti. Android monitor bor aka. Xo'p, to'g'risi aka 5 pog'onali bo'ladi, 8 bo'ladi, konditsioner, istisot tizimi bor va yo'lovchilarimiz uchun ham aka bu tomondan ham o'zlari boshqaradigan konditsioner bor aka. Demak, orqa tomonda yo'lovchilar uchun bemalol yo'lovchilar o'zi boshqarsa bo'ladigan darajada isitish, sovutish tizimlari uchun alohida двухзонный klimat kontrol deyiladi. Ya'ni bu ruschasiga hop, buni chiqib o'tirilgan bo'lsa, bu yerda bemalol ekan. Qanday bo'ladi? Oyoq qanday? Qisilibmi yo'q? Yo'q, bemalol. Mana o'tirganda sidenani ham quchoqlab olar ekan. Mana bu yerda ko'rib turganinglardek, isitish, sovutish tizimlari uchun orqa tomonga alohida mana chiqarilgan betdan boshqaraveradi. Bemalol. Chap tomoningizga qarasangiz aka, yo'qda patiskanchiklar va telefoningizlar uchun joylari bor aka. Bu yerda ham bor ekan mana bu yerda joylar chiqarilgan. Endi sal qorong'i bo'lib qoldi. Qo'ldan kelgancha o'g'imiz, biz ham mehnatimiz samarasiga har doimgidek G'ulom aka, bu motor aka 1.8 lik atmosfera bo'ladi. Undan bemalol propan betdan sovutishadi. Bu kafolat qanaqa bunda? Kafolat bunda nimaday? 3 yil garantiya, 100 ming probeggacha garantiya beriladi. 3 yil yoki 100 mingga garantiya bor. Bunda demak, bagaj ham bor ekan-da. Bagaj bor aka. Oho! Kattagina bagaj ham bor. Mana ko'rib turganinglarda, mana bagaji kengligi, kattaligi, mana bemalol yuk ortaman, tog'larga chiqaman deganlarga ham siden antenalariga qatlagadir tiqib yurmasdan, orqani o'zida bemalol joy bor ekan mana bu yerda. Narsalarni bemalol joylab ketilaveradi. G'ulom aka, bu bilan M3, M4 bilan aka hozirda o'zingizni aynan jo'zlarimizda aka, даже Rossiyadacha reys qilishyapti aka. To'g'ridan to'g'ri Toshkent Rossiyaga qatnashyapti. Rossiya, Xorazm, Buxoro, Rossiya qatnashyapti aka. Yo'q, qo'yilma. Hozir adashmasam kirayotgandan ko'rganimizda bir odam 20 ta oldim degandek bo'ldi. Shunday. 20 ta 10 ta qolganlar bor ekan. Shunaqa olib ketishyapti mashinalar. Gap bo'lishi mumkin emas lekin 20 talab olishayotganiga men kirganimda ko'zim bilan ko'rgan narsani aytyapman. Chunki bizni hozir to'g'ridan to'g'ri hozir aytganimizdek baza sistemimizda bu yerda mashinalarni ko'ryapsizlar. Ko'p deganinglar bilan lekin baribir soni chegaralangan. Bu passajirning minivan. Bu tomonda aka, xo'p, shu eng uchni furgon varianti, ya'ni yuk tashiydigan variant xuddi shu narsani o'zi aka. Ya'ni yuk tashiydigan bu. Shunday. Yo'q, bu ko'rsatsa bo'ladi ishlarni. Oho, bu ham orqalari kengaygan. Mana telefoningizni yoningizdan fonarini yoqing, mana shu orqa tomonlarini olib endi sal qorong'i qoldi. Yana ko'rsatsangiz bo'ladi. Oho, kengligi ancha keng katta ekan bu. Damasdan ancha katta ekan-da. Damasdan ancha katta aka. Damasdan ancha katta ekan. Gap bo'lishi mumkin. Motori 1.8 atmosferni aka, xuddi shu narsani o'zi, faqat bu tashiydi.
Yuk tashiydigan qilib chiqarilgan. Bu tomondan ham gap bo'lishi mumkin. Zo'r ishlab chiqarilgan ekan. Bu necha tonnagacha ola oladi? Bu 1,5 tonnagacha yurtni 2 tonnagacha oladi bemalol. Bemalol oladi. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsa, shoferlar uchun qanaqa qulayliklar bunda endi? Salon ichida xuddi shu M3 ni yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan salonda aka. Ha, chiroqlari bor, chiroqlarni yoqsa, mana seziladi. Bunda Android monitor, Soros 5 pog'onali, konditsioner, isitish sovuq tizimi hammasi mavjud aka. Gap bo'lishi mumkin. Rullar ham sportga o'xshab chiroyli ishlab qo'ydi. Bunda monitor yo'q ekan. Bunda yo'q. Monitor yo'q ekan. O'zimiz xudo qo'yib beramiz bonusda. Bonusda qo'yib beriladi. Lekin bunda ham gap bo'lishi mumkin emas. Mana bunda ham kalitlarida pultlari bor o'sha. Ikkita oyna, elektropривод bo'lyapti, senter zamok bo'lyapti. Senter zamok. Rullari ham elektronik aka. Shoferga o'tirganda ham qulaylik tomonlaridan sidena ham bemalol quchoqlab oladi, old-orqa yuradi sidenalar. Shunday, bemalol oladi. Bu qanaqa narxi? Xo'p. M3 aka 3 xil variantdan. Xo'p, 199 milliondan boshlanadi. 201 million so'm oddiy varianti va komfort varianti bo'lsa, bu o'zi ko'rgan komfort varianti. Biz hozirgi ko'rgan M3, ya'ni bu passajirning komfort varianti bu. Komfort varianti. Bu narx qanaqa komfort variantida? 215 million 460 ming so'm. 215 million 460 ming so'm. Shunday aka. Va buni komfort emas, qanaqa nimasidan bilan farq qiladi hozir? Xo'p, farqi aka, bunda hozir ko'rganingizda monitor yo'q edi, kamerasi yo'q edi, shuni 1 2 3 ta narsalar yo'q. Lekin baribir bularda rul gidrolik yo'q, elektronika. Elektronika, demak yumshoqligiga gap bo'lishi mumkin emas. Elektronika. Buni narxini qanaqa dedingiz? Buni narxi 199 million so'm. 199 million bo'lyapti. Shunday. Kelish kerak, ko'rish kerak, olish kerak deydigan joydan bo'lyapti. Bu biza bir ancha bo'ldi olganimizda adashmasam bu 220 million atrofidamidi, shunaqa edi. Shuni 2 yil oldin aka bilan o'ziga 5 milliongacha qimmatlashgan edi aka. $10 qimmat edi. Hozirda arzonlashgan aka. Demak, o'sha oldingiga nisbatan hozir 20 million atrofida, demak narx tushgan. Chunki men oldingi safar eslayman, biz bir kilo olganimizda 220 million atrofida edi bu. O'sha narxlar ham o'sha ancha orqaga qarab qaytib qolibdi. Yaxshi, yangilik bilan yangilikdan to'xtash kerak emas. Xo'p, M4 mashinamizni, M4 mashinamiz qisqdan hozirda aka. Hop, biz M4 olamiz deb ketyapti. Bu yerda pikaplar ham turgan o'sha, pikaplarni ham birsidir olib ketaylik. Chunki bularning ham hozirgi paytda bizda ishqibozlari juda ko'p. Talab ko'paygan. Chunki ofroadga chiqaman deganlar uchun ham bemalol bu mashina yo'l tanlamas mashinalardan bittasi. Ham orqada yukka olish uchun ham bemalol oilaga xizmat qilish uchun ham bemalol cho'l zonalari, tog'li zonalarga o'tadi aka. Xo'p, o'rtamizda T8 pikap bo'lsa aka, katta T9 pikap bo'ladi. Xo'p, bular motori bir xil, ikkili bo'ladi, motor bo'ladi aka, turbinali. Ikki turbinali motor bor, ikkalovida. O'zi 90 oqishi bor aka, ikkalasi ham. Farqlari aka, tashqi dizayni bo'ladi. Hozir bemalol ko'p o'tsa bo'ladi aka. Ikkovi ham 1 tonna, 1,5 tonna ko'tara oladi. Yuk ko'tarishiga. Shunday. Salon qismlariga bez ключевойlar bo'lyapti mashinada. Hop, salon qismiga o'tadigan bo'lsa, xo'sh, monitorlar, pulti ikkita bo'ladi aka, bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Hop, senter zamot, Oynat kilitlar ham elektronika, rullarda gidrolika aka. Hop, Android monitor, Soros 5 pog'onali aka. Bundan konditsioner bor, isitish sovuq tizimi hammasi bor aka. Va bunda shunda mexanikasi bo'lyapti bu. Bu mexanik, T8 mexanika bo'ladi. 8 mexanika bo'ladi. Klimat kontrolligacha bo'lyapti, ichida hamma narsasi bor. Haydovchi bilan 5 ta odam bilan kirsa bo'ladi aka. O'rindiqlari ko'zlardan iborat bo'ladi aka. Pastda sidenalar o'rindiqlari, ya'ni charmdan bo'lgan bular. Orqada ham kenglilari juda ham zo'r ekan. Podnoshkalargacha bor, bu yerda bundoq chiqaman deganlar uchun bemalol oyog'ini qo'yib chiqish uchun sharoitlarini yaxshilab qo'yilgan. Mana bu qo'l qo'yadigan joylari bular hammasi koja bo'lyapti. Hammasi koja aka. Buning narxlari qanaqa bo'lyapti? Hop, buning narxi aka 314 million 600 ming so'm bo'lyapti. Hop, boya aytib o'tganimizda M3 deb aytib o'tdik-ku, 1 million so'm deb. Hop, bu adashmasam o'tgan yili 33 ming 34 ming dollar sotganmiz bizimiz. Oxirgisini. Hozir bu dollarda hisoblaganda aka bir 60-70 million arzonlashgan aka. So'mga 60 million 70 million atrofida arzonlagan. Bular mana o'zi zavodskiy shunaqa chiqyaptimi? Bular chirmaslik uchun oldin ko'pchilik olinardi, bunaqa joylariga Gravatex qilib sepilardi, ishlariga qilib o'zlari qilishardi. Hozir tayyor chiqyapti. Tayyor chiqib, zavoddan shunaqa chiqyapti aka. Yo'q, qo'yaman, lekin bu tomondan ham mana buni haligi
inson uchun zo'r qilib, ya'ni ortiqcha xarajat qilmaydigan qilib qo'yilgan. Olinadi, haydalanadi, minadi. Bunga kafolatlar qanaqa? Bundan kafolat 3 yil bo'ladi aka, 50-100 ming probeggacha. 3 yil yoki 100 ming probeggacha kafolati bor. Bu mexanika korobka, bunisini avtomat korobka dedingiz. Aka, bunisini bitta nimasi ko'rsatamiz, salon qismini aka. Yo'q, buni salon qismlari, monitorlari ham juda katta ekan-ku bunda. Shunday. Gap bo'lishmaydi. Orqani ham kengliklari o'tirgan odam bemalol masaqa o'tiradi. Orqali ham koja bo'lyapti. 4 ta oyna elektroprivet, center zamok, bunda ham pult. Bundan aka o'rindiqlar soni 5 ta bo'ladi va ko'zdan yuboradi aka. Bu ham ko'zlar ko'rsasangiz bo'ladi. Center zamok, elektronika, orqa texniklari. Xo'p, bu tomonda shofirlarimiz aka, yana passajir oldi aka. Knopkada ruch normal. Oynali oldin bo'lsa ham bo'ladi aka. Sidenali elektroprivet bo'lyapti shunda. Sidenalarimiz elektroprivet bo'lyapti. Koja bo'lyapti. Polni bu avtomat korobka o'zi hisoblanadi aka. Avtomat korobka. Motor bor, pullar gidrolika. Roli gidrolika multimedia, multifunksiyonalniy rol boshqarishda tepada lukgacha bor bu mashinada. Bor o'zi. Tepada luklarigacha bo'lyapti bu mashinada. Vaqti bu mashinani udobstvolari, sharoiti juda ham zo'r ekan-ku. Ko'proq shunday. Buni o'shanda qanaqa razgadga u o'zi avtomatik qo'shadimi? Qo'shadi. Aytgancha T9 dan T8 dan aka. Momentda mana qanaqa narsalar bor ekan-ku. Eshikni ochganda anaqa jak yozuvlargacha tushib turar ekan yerga. Gap bo'lishi mumkin emas. 360 lar ham bor bunda. Shunday. 360 ham bor ekan bunda. Oldin kamerasi ham bor aka. Oldin orqa kamera 360 bo'lyapti. Kengliklari, kattaliklari balonlarni ko'ryapsizlar. Yaxshisidan taqilgan o'zini litiy diskalarida bo'lyapti. Yo'l tanlamaydigan mashinalardan bittasi. Qo'rqmasdan hozirgi havo-havolarda, tog'li, qorli joylarda yurish uchun juda ham maza bu mashinalar. Xo'p, buni mordasi vaqti boshqacha-ku. Shunday. Mana qo'pol qilib gapirganda derskiy deydi-ku. Derskiy ekan lekin buni ko'rishi 3 pog'onali bo'lyapti faralar, tepada linzovni, pastida dalniy blizniki bu alohida. Dalniy blizniki va bunda tumankalar ham bor aka. Tumankalagacha bo'lyapti. Hammasi bor. Patroniklari ham bor. Patronik bu yog'iga tortishga oldida, orqada. Bunda ham hozir orqasida, ya'ni pick-up orqasida bunda ham zavodskiy o'zi shunaqa chirmaslik uchun chiqarilganmi bunda ham? Shunday. Ha, bunda ham bor ekan. Bunda ham bor. Mehnat samarasiga bitta layk bosib qo'yamiz, esdan chiqmasin. Qorong'i bo'lishiga qaramasdan mana bu ko'ryapsizlar. Bu narsa chirmaslik uchun qilingan, zanglamaslik uchun qilingan. Oldin bunaqa narsalar bo'lmas edi. Klientlar oshidan oladigan bo'lsa, o'zligi ustiga olib borib, o'zligi septirib bu narsalarni alohida qildirishardi. Mana hozir o'zidan chiqyapti. Orqa farlarni ham ko'ryapsizlar qanaqaligini. Alohida o'rtalari bilan chiqib kelingan. T9 jak T9 bo'lyapti bu mashinamiz. O'g'lim aka, oq, qora metallika bo'lsa aka, hamma ranglardan ham bor. Ranglardan bemalol. Bemalol, serop. Bunda ham 3 yil yoki 100 mingga probegga garantiya bor. Bor aka. Buni olib chiqib ketish qanaqa? Bir kun vaqt olsa olib chiqiladi aka, undan muammo yo'q. Bir kun o'zida. Bir kun o'zida keladi, pasport bilan to'lovini qiladi. Qarang, bularda qanaqa, misol uchun kimgadir sal yetishmovchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, puli kamroq bo'lib qoladigan bo'lsa, xo'p, avto kredit lizing orqali olsa bo'ladi. Boshlanuvchilarga qarab 0% dan 12-22% gacha chiqarib beramiz. 22% gacha noldan boshlab. Shunday aka, shunday. Ya'ni boshi to'loviga qarab turib, oylik to'lovlar chiqib keladi. Shunday aka. Telefon qiladigan bo'lsangiz, pastda nomerlarni ko'rsatamiz. Sizlarga batafsil mashinasi bo'yicha, bo'lib to'lash bo'yicha, lizing bo'ladimi, hammasini bemalol tushuntirishadi. Bemalol tushunib olasizlar. Nobodoga menga shu mashina kerak deydigan dehqonchilik bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu mashinalar rosa joni baquvvat lekin yurib berishiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi payt ayni payti bu mashinalarni olib tog'larga chiqib maza qilib yuradigan payti. Orqaga shunday xontaxtdan qo'yib, ikki tomonga unda ko'rpacham qo'yib olsa, bayoq o'choq qozon, piknik degan joylari mana shu bo'ladi. Xo'p, endi biz sekin yo'limizni davom ettiramiz, M4 ga qarab yuramiz. Xo'p, M4 ga ham yetib keldik. M4 lekin men bu oldi ko'rinishini boshqacha qilib yuborilgan. M4 ana ko'rilganda Zikr 9 larni eslatib yuboradi. Mana ko'rinishlar. Ranglarga lekin gap yo'q. Aka bu motor asfalt turibdi. Oq, qora. Ranglardan serob hozircha 3 xil rangli bor aka, xudo olasa. Ranglar bor. Bu ham 9 o'rinli. 8+9 aka. 9 o'rinli. Birinchi navbatda motordan boshlab, keyin o'tamiz. Hop, motor 2 litr bo'ladi aka, atmosfera yuradi. Bu 2 litrli o'sha. 2 litr bo'ladi. Boyagi 1.8 edi ham. Bu M4 2 litrli. 2 litr birinchi motor, yapons motor bo'ladi aka. Bundan 3 yil garantiya beriladi, 50-100 ming probeggacha. Bunda ham boyagi aytganingizdek, kimdir propan yoki metan qo'yaman desa,
xizmatlar bor o'zingizda. Xizmatlar bor. Ya'ni kafolat buzilmaydi. Hozir aytilgan ishda qoladi. kunlik kafolatligicha Shunday. qoladi. Hop, endi Xo'p. oldi tomonda Oldi tomondan boshlaymiz aka. va bu orqalar ham eshiklar ochilganda juda ham keng, bemalol bo'lar ekanda, odamlar chiqishi uchun, tushishi uchun ham Shunday. bemalol odam chiqib tushar ekan. Hop. Shofer tomon aka, demak ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bunda ham monitor bor, Android monitor bor aka. Hop, storus aka 5 pog'onali bo'ladi. Konditsioner, iste'mol tizimi bor aka. Hop, rullar juda bo'ladi. Multirul bo'ladi. Hop. Shofyor o'ziga ham qulayliklar zo'r ekan, rulni o'zidan boshqarish tizimlari ham bor ekanda, bemalol. Aka. Torpedalar aka hammasi ko'zdan yuboradi, bu yerni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerda dokument ili puldan so'l qo'ysan ham bo'ladi aka. Ha. Demak, mana klimat kontrol ketyapti, mana ko'rib turganingizdek, klimat kontrol polni ashtu o'zidan boshqarilyapti. 5 pog'onali mexanika korobka bo'lyapti. Bunda ham kalt tizimlarida o'zida pultlarigacha bor, eshikni ochish, yopish tizimlari bo'lyapti bunda ham hammasi. Hop, yo'lovchilar tomon o'tsak aka, pasport tomonda pasportlarimizdan aka o'zi boshqaradigan konditsioner bor. Va bu yerda ham mana orqada 9 klimat kontrol bo'lyapti. Bu yoqqa alohida ketyapti, o'sha klimat kontrol. Orqa tomondagi o'tirgan yo'lovchilar uchun alohida bo'lyapti. Yo'lovchilar tomonidan aka, podstakachilar bor. Va telefonlarni zarcha qo'yish uchun ham aka, bemalol joylar bor. Har bitta skamenka o'rnakni oldida aka, podstakachilar va telefon O'rindiqlar bilan bemalol bo'lyapti. shunday. Hop, bu tomon orqalari ham kengligini zo'r ekanligi chiqish tushishlarga bemalol bo'lyapti. Bemalol. Mana ko'rib turganingizdek, orqa bitta polni splashnoy bo'lyapti. Orqa poni bilan splashno, uni toqqa ili aylandan chiqqan paytlarni qilib qo'ysa bo'ladi. Demak, ko'tarilsa orqa yana bagaj bo'ladi. Bunda ham keng katta. Bagaj bo'ladi. Va qo'yilma lekin. Ranglari aytilindi. Buni narxi qanaqa? Hop, buni narxi aka 243 million so'm aka. 243 million so'm bo'lyapti narxi. Bu ham so'mda. oldin 25 milliongacha aka qimmat edi, hozir paytda arzonlashgan aka. 25 milliongacha narxi arzonlashdi bu mashinalarni. Bu mashinalar biz hozir to'g'ridan to'g'ri ba'zida skelatamiz, lekin kimdir murojaat qiladigan bo'lsa, joyimizni qo'yiluvdan Qumarovga qarab kelayotganimizda shunday yo'lda o'ng qo'lda China Motors pastda telefonlarni ko'rsatamiz, qo'yamiz. Bemalol telefonga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, qarang, mana shu yerda misol uchun keladigan xaridorlarimizga to'g'ridan to'g'ri bazaga olib kelib tanlab olish imkoniyatini qilib bera olamizmi? Bor aka, bor. Rangdan farq yo'q, narx bir xil bo'ladi aka. Oq deyishadi, qora deyishadi, farq yo'q. Kelishadi, qo'lasa o'zlari yoqqanlar tanlab olib ketishadi bir kun o'zida. Bir kun o'zida. Ya'ni naqdga bo'ladigan bo'lsa 1 soat ichida bitta pasport bilan kelishadi, pulini to'lashadi, 1 soat ichida xudo xolasa chiroyli bonuslar qilib beramiz ishxonamiz tomonidan, xudo xolasa aka. Bu o'zinglar tomonidan, ishxona tomonidan bonuslar bor. Ya'ni chihol deyishadimi, pol deyishadimi, ili polni bad benzin deyishadimi? Qilib beramiz qo'ldan kelgancha aka, xudo xolasa. Gap boshim ko'rasiz. Doim Alloh hammamizni yaxshiligi bilan siylasin. Xayrli kun bo'lsin kunlarimiz, barakali bo'lsin kunlarimiz. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinch yurtimizga ko'z tegmasin, xalqimiz boy bo'lsin. Hamma kelib shunaqa avtosalonlardan Rajab aka menga bitta haligi pekapizdan qilib bering deydigan darajada Alloh qodir qilib qo'ysin. Doim yaxshilikda uchrashinglar, taninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Pastki nomerlarga murojaat qilasizlar. Sizlar so'ragan narsani hammasini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doim yaxshilikda ko'rishinglar.